Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib turgan har bir kuzatuvchilar. Yana biza bugun Xudo xohlasa 3-tongni ottirdik, ya'ni 3-tahajjud namozlarini o'qidik. Aynan Madina shahrida. Bundan juda ham minnatdormiz. Allohga ming shukr aytamiz. Qaranglar, bu bir mo'jiza-da. Shuning uchun Allohim bizani shu joyga sazovor etibdi. Shaxsan bu uchun avvalambor Allohga minnatdorchilik bildiramiz. Qolaversa, biz yana shu Greenleaf korporatsiyasiga kelib, aynan shu Sanobarxon Mahmudovani hayotda o'zi qaynopam bo'ladi. Biz birinchi boshlaganimizda xuddi siz ham o'ylanib turgandek o'ylanganmiz, qo'rqqaningizdek qo'rqqanmiz. Lekin biz uddaladik, uddalab bilasiz ekan, sababi hali Greenleaf korporatsiyasida ish endi boshlandi. To'g'risi azizlarim, shuning ekan siz ham bu narsalardan, shuning baxtdan o'zingizni baxtli his qilib bilasiz. Bu uchun albatta harakat qiling, o'ylanib o'tirmang. Bu bir martalik o'sha o'zingizni qilgan